Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Mening ismim Ablekim Ablis. Men tug'ilgan yurtim Turpan viloyat Pichan nahiya Lükçün yesidan bo'laman. Hozir yashayotgan yerim Turkiya İstanbul. Men akam uchun akam Muhammed Ablis uchun guvohlik bermoqchi. Akam Muhammed Ablis 7-8 yilni yoqi şu mahalledeki, yani kelip Lükçün yesi, Üçkörük Daduy, or mahalledeki bir meçitte hatiplik kılattı. Atalmış hükümetniki kinişkilik bir hatibiydi. Bu adam şu hatiplik kılış jarayonida 2017 yılı meçitnimi çıkıp etip akamnima bu meçitki hatiplik kılgan deb kampaga aketdi degan xabarni angladik. Ailesidenmi o kelinachimizni 3 balası vardı, 3'sini hemmisini kampaga aketdi degan xabarni angladik. Uningdan keyin hech bir xabar olamadik. Akam biraz o'qigan adam bo'lib, shu mahalladagi shu mechitda tabliğ qilish, shu juma namozlarida xutbaga chiqib tabliğ qildi degan bahona bilan akam kampaga aketgan. Hozirgichlik kampidimi ya boshqa yerga o'tkidim, uni o'qimadik. O'ltadimi, hayatmi, uni o'qimadik. Men o'zim pichanlik bo'lganligi uchun har qatim pichan degan gapni anglasam, yuragim shirqiydi. Nima uchun? Abduraqib To'mirniyaz deydigan atalmış Abdulmur rayonining islom jamiyatining raisi. Bu pichan nahilik bo'lib qolganligi uchun bu Uyg'urlarga nisbatan shundoq bir satqin insonkin hozirgichlik butun xalqarodagi axborotlarga hammasiga yolg'on guvohlik beryapti. Bizda inson haqlari bor, diniy erkinligimiz kapolatga ega deyapti. Agar bizning Sharq Turkistonda islom dini erkinlikka ega bo'lsa, kapolatga ega bo'lsa, qani akam bir imomda İmametçilikten hep un kampaga aketgandan keyin mechitni chiqib etdi degan xabarni angladik. Hey Abduraqib, sen Allohdan qo'rqmamsa, Qur'oni Karimda Allohdan olimlar qo'rqidi deydi. Seni biz olim deb o'ylabdimiz avvalda. Sen Allohdan hargiz qo'rqmading, hozirgi tegishlik setib qashlayapsa Uyg'urni. Sen o'zingga hiziy bo'l. Sening oldingda kimlar milletni satqan bo'lsa, qaysi kunni ko'rganligini sen nayt bizningda yaxshi bilsa, sen hiziy bo'l. Bizning qo'limizga tushib qolguncha sen tavba qilib oldimizga kelib ol. Men senga bu tavsiyani qilay. Boshqa xalqarodagi inson haqlari, islom jamiyatlari buning gapiga quloq solmay, bu kazzobning gapiga quloq solmay Abduraqib To'mirniyazniki buning tegishlik bir jazosini berishni xalqarodan o'tinaman.